Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videoda pasport raqami bilan immigratsiyaga borishdan oldin joy band qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib demak Haykoreya saytiga kirib olamiz. Shundan so'ng bizga 3 ta menyu ko'rinadi. Biz o'rtadagi yashil menyu Pangmuniyak menyusini tanlaymiz. Bu yerga kirganimizdan keyin bizda login parol yo'q deb tasavvur qilamiz va shu sababdan Pangmuniyak Bihayvon tugmasini bosamiz. Bu yerda ba'zi yozuvlar chiqadi. E'tibor bermay o'tib ketamiz, keyinroq tushuntiraman. Bizga birinchi bo'lib mana shunday menyu chiqadi. Biz bugungi videoda pasport raqami orqali joy band qilishimiz kerak. Shu sababdan Yokonpono Shinwon Engine menyusiga o'tamiz. Bu menyuga o'tganimizdan keyin o'zimizning pasport ma'lumotlarimizni kiritib olamiz. Birinchi bo'lib pasport raqamimizni kiritamiz va keyingi menyuda o'zimiz davlatimizni tanlab olamiz. Bu yerdagi ro'yxatda O'zbekiston yo'qligi uchun mana bu ikkita tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerdan O'zbekiston tanlab olishimiz kerak. Mana bu yerga esa tug'ilgan sanamizni kiritishimiz kerak. Mana bu kalendar tugmasini ustiga bosamiz. Va eng pastiga yuqorida ko'rinayotgan raqamni kiritamiz. Va Hagin ko'k tugmani bosamiz. Shundan so'ng mana bu yerdan o'zimiz borishimiz kerak bo'lgan immigratsiyani tanlab olamiz. O'zimizga kerakli immigratsiyani tanlab olganimizdan keyin u yerga nima maqsadda borayotganimizni tanlaymiz. Viza ishlari va fuqarolik ishlari mavjud. Viza ishlarini tanlaymiz. Fuqarolik ishlari odatda fuqarolikka o'tish, fuqarolikdan voz kechish va shu kabi ishlarga tanlanadi. Lekin biz asosan chet elliklar viza ishi bilan borgani uchun cherry so'zi yozilgan menyuni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu menyuni tanlaganimizda bizda yana batafsilroq nima ish bilan borishimizni tanlash imkoni paydo bo'ladi. Masalan, cherry yonjang, ya'ni vizani uzaytirish uchun. Shuni tanlaymiz. Mana bu yerga esa raqamimizni kiritib olamiz. Mana shu kiritilgan raqamga SMS boradi, ya'ni siz qaysi immigratsiyaga, qachonga, soat nechiga joy band qilganingiz. Va mana bu yerga esa o'zimiz 4 talik parol, istalgan parolni qo'yib olamiz. Imkon qadar osonroq parol qo'ying va esingizdan chiqib qolmasin. Va mana bu yerda esa Pangmuni ilcha qachon va soat nechida borishimizni tanlab olamiz. Hozir ko'rishimiz mumkin, fevral oyi mana shunday qoraroq bo'lib turibdi. Bu degani joy yo'q degani. Mart oyiga o'tamiz. Mart oyida ham 3-martgacha joy yo'q ekan. 4-martdan boshlab mana joy bor. Mana bunday qora bo'lib turganlari joy yo'q degani va biz tanlash mumkin bo'lgan joylarni birortasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, bugun 19-fevral bo'lsa, biz eng uzog'i 4 oy keyingi vaqtgacha tanlashimiz mumkin. Ya'ni hozir fevral bo'lsa, 4 oy keyin iyun bo'ladi. Biz iyun oyi taxminan 18-kungacha tanlashimiz mumkin bo'ladi, eng uzog'i. Demak, sana bilan vaqt tanlab oldik. Endi ko'k shinchong tugmasini bosamiz va Hagin tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, Suwon immigratsiyasiga viza ishi uchun joy oldik. 2026-yil iyun oyi 18-kuniga soat 11:00 da borishga joy band qildik. Raqamimiz 81-raqam. Demak, biz borganimizda biz 81-raqam bilan chaqiradi. O'sha yerda ekran bo'ladi. Ekranda 81-raqam chiqsa, demak biz borishimiz kerak. O'sha belgilangan oynaga borib, xodim bilan uchrashsak bo'ladi. Soat 11:00 da biz hech bo'lmaganda 10 daqiqa oldin borib tayyorlanib turishimiz kerak. Belgilangan vaqtdan biroz kechikib chaqirish ham mumkin, lekin biz baribir 10 daqiqa oldin borib turganimiz yaxshi. Mabodo kechikib qoladigan bo'lsak, boshqa kunga keling, boshqatdan joy olib keling deb qaytarib jo'natib yuborishga haqqi bor, lekin ba'zida iltimos qilib, sal kechroq bo'lsa ham yana bir marta imkoniyat so'rash mumkin. Masalan, 11 da joy olgandingiz, 12 yoki 1 da bordingiz, bir iltimos qilib ko'rishingiz mumkin. Agar yo'q deyishsa, talab qilmang, faqatgina iltimos. Yo'q deyishsa, demak foydasi yo'q. Agar ha deyishsa, demak sal kechroq bo'lsa ham sizni yana chaqirishadi mana shu raqamingiz bilan. Xo'p, demak joy olishni o'rgandik. Endi esa mana shu olgan joyimizni sanasini va vaqtini o'zgartirishni o'rganamiz. Yana boyagida Haykoreya saytiga kirib olamiz va yashil menyu Pangmuniyak menyusiga kirib olamiz. Olgan joyimizni sanasini yoki vaqtini o'zgartirish uchun Pangmuniyak Shinchong Hyonhang pastdagi qoraroq kulrang tugmani bosamiz. Mana shunday menyu chiqadi, lekin biz pasport seriya bilan joy olganimiz uchun bu menyuga o'tamiz. Pasport ma'lumotlarini kiritib olamiz. Ma'lumotlar kiritib olib, Hagin tugmasini bosamiz. Va bizga mana boyagi olgan joyimiz ko'rinadi. Mana shu sanani ustiga bosamiz. Mana bu yerga o'sha joyni olayotganimizda kiritib olgan, o'zimiz tanlagan 4 ta raqamli kodni kiritamiz. Va Sujong tugmasini bosamiz. Birinchida chiqib turibdi. Sujong tugmasini bossak, mana shunday menyu kelib chiqadi. Mana bu yerga yana o'sha 4 ta raqamli kodimizni kiritib olamiz. Va o'zimizga kerakli kunni mana bu kalendar tugmasini ustiga bosib, kun va soat tanlab olamiz. Masalan, aprel oyining 1-kuni soat 10 ga. Tanlab oldik. Shinchong tugmasini bosamiz, ko'k tugmani va yana ko'k tugmani bosamiz. Immigratsiya ofisiga boradigan sanamizni o'zgartirib oldik. Agar butunlay boshqa ofisga bormoqchi bo'lsangiz, unda olgan joyingizni butunlay bekor qilib, qaytadan ariza berishingiz kerak.
Endi olgan joyimizni bekor qilishni ko'rib chiqamiz. Yana boyangidek Haykorea saytiga kirib, Pangmuniak tugmasini bosamiz va eng pastdagi Pangmuniak Shinchong Kyonhang tugmasini yana bosamiz. Pasport ma'lumotlarini kiritish menusiga o'tib olamiz. Pasport ma'lumotlarimizni kiritib olamiz. Ma'lumotlar kiritdik, endi Login tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar kiritib bo'lganimizdan keyin chalkashib ketmasligi uchun mana bu Chori Sangtayda Iyak tanlab olamiz va Chohay tugmasini bosamiz. Va ko'rishimiz mumkinki, bizda hozirda mana shu bitta joy olingan. Sanani ustiga bosamiz. Mana bu yerga o'zimiz qo'yib olgan 4 ta raqamni kiritamiz. Va Iyak Chiso tugmasini bosamiz o'rtadagi. OK tugmasini bosamiz. Mana shunday yozuv chiqsa, demak, olgan joyimizni bekor qilgan bo'lamiz. Shunday qilib sizlar bilan joy olish muddatini sanasini o'zgartirish va bekor qilishni ko'rib chiqdik. Endi yana bir nechta qo'shimchalar kiritib o'taman. Joy olish funksiyasi haftada 7 kun 24 soat doimiy ishlaydi. Aynan boradigan kunimizda ham joy olib o'sha kuni o'zida borishimiz mumkin. Ammo olgan joyimizni bekor qilish uchun, masalan, 19-fevralga olgan joyimizda eng uzog'i 18-fevral 23:59 gacha bekor qilishimiz mumkin. Agar 3 martagacha joy olib immigratsiya ofisiga bormaydigan bo'lsak, immigratsiya xizmati bizni joy olishdan cheklab qo'yishi mumkin. Bitta odam faqatgina bittagina joy olinadi. Oldinlari bunday cheklov bo'lmagan, lekin bu narsa suiiste'mol qilinganligi sababli hozirda cheklab qo'yilgan. Agar sizni viza muddatingiz tugaydigan kunda bo'sh joy bo'lmasa, demak siz joy olmasdan bo'lsa ham albatta immigratsiya ofisiga tashrif buyurishingiz kerak va o'sha yerda xodimlar sizga joy olishga yordam beradi va kechroqqa joy olingan taqdirda ham noqonuniy migrantga aylanib qolmaysiz. Aks holda bormasdan shunchaki viza muddatingizni o'tkazib yuborsangiz, unda o'tib ketgan kunlar uchun jarima to'lashingiz kerak bo'ladi. Shu sababdan agar viza muddatingiz kam qolgan bo'lsa va joy bo'lmasa, viza muddatingiz tugaydigan kun yoki bir kun oldin albatta immigratsiya ofisiga tashrif buyuring. Ba'zi immigratsiya ofislarida, masalan, Seoul Immigration ofisida Cherryhoga Chopsu bir xil menyu 3 ta bor va bitta narsani bilishimiz kerak, bu uchalasi bir xil narsa, lekin bularning hammasida joylarida qoldig'i har xil bo'ladi. Ya'ni, masalan, mana bu joyda 18-martgacha joy yo'q, ammo biz ikkinchisini tanlasak, shunda ko'rishimiz mumkinki, bunda ham 18-martgacha joy yo'q ekan va uchinchisini ham tanlab ko'ramiz. Bunda esa 11-martga ham joy bor ekan. Shu sababdan agar sizda Cherryhoga nomi bilan bir xil menyular bir nechta ko'rinadigan bo'lsa, agar qaysidir immigratsiyada har birini tekshirib ko'ring. Sizga eng yaqin, eng qulay bo'lgan sana va vaqt qaysidir bo'lishi mumkin. Va doim kechqurun yoki ko'pchilik saytga kirmaydigan vaqtda, kechalari, saharda tekshirib ko'rsangiz, ba'zida ertaroqqa ham joy ochilib qoladi. Masalan, hozir ko'rganingizda, masalan, 24-fevralga joy bo'lmasligi mumkin, lekin qachondir bir kirib ko'rganingizda aynan mana shu kunga joy ochilib qolgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun agar sizga joy zarurroq bo'lsa, tez-tez kirib tekshirib turishingizni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.